Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. O't o'chiruvchi deganda har tomonlama chiniqqan, barvasta va jasur erkaklar ko'z oldimizga keladi. Virjiniya shtatidagi bir maskan qizlarga bu sohani o'rgatadi. Necha yosh bo'lishingizdan qat'iy nazar o't o'chirish sirlarini bilishingiz kerak, deydi murabbiylar. Bu oddiy oromgoh emas. Michelle Polo miriqqib dam olyapmiz deydi. O't o'chiruvchi bo'lish hammaga ham nasib qilavermaydi. Zo'r tajriba ekan. Michelle va yana 8 qizaloq shundoq Washington yonida Arlington o't o'chirish idorasi tashabbusi bilan o'tayotgan 3 kunlik mashqlarda qatnashdi. Ular o't o'chirish mashinasini sinchiklab kuzatdi, zinadan foydalanishni mashq qildi, jihozlarni ishlatib, odamlarni qutqardi. Har shanba asbob-uskuna va polni tilladay qilib tozalash kerak. Qizlardan ham shu talab qilindi. O't o'chiruvchining kundalik hayoti shuda, deydi Claire Burley. Bu kasb bilan hamon asosan erkaklar shug'ullanadi. Lekin Claire'ning aytishicha, Arlington o't o'chirish idorasida 320 xodim bo'lsa, 22 nafar ayollar. Bu mamlakat bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan jindak baland. Ishimizni oshxonasiz tasavvur qilib bo'larkanmi? Kuniga 24 soat, haftada 7 kun xizmatdamiz. Pishir-kuydir o'z bo'ynimizda. Ishda yotib qolamiz. Nonushta va kechki ovqatni birga baham ko'ramiz. Ko'p qizlar o't o'chiruvchi bo'laman deb xayoliga keltirmagan, lekin kunlarni maroqli o'tkazishdi. Ayollar ham bajara oladigan ish ekan. Erkaklar bilan teng xizmat qilish mumkin, deydi Michelle. O'zim olov xavfi bilan yuzlashsam nima qilishni, boshqalarga yordam berishni bilaman endi, deydi Kayla. Ko'ngilli o't o'chiruvchi bo'lib ishlash qo'limdan keladi, deydi Monika. Virjiniya shtati, Junso, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Internetga ulangan bo'lsangiz va tezlik yaxshi bo'lsa, bizni YouTube'dagi kanalimizda ham tomosha qilish mumkin. Amerika ovozi deb qidiring. Parabolik antena orqali dasturlarimiz har kuni Aziyasat 3 tizimi C to'lqini 340-kanalda efirga chiqadi. Vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni ham saytimizdan topasiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.